Zakirova Aisha, 6 yosh, 19 kun qatnashdik challenjda. Judayam xursandmiz qatnashganimizdan. Internetda, Instagramdan ko'rib qoldim. Bu yerda katta qizim o'qiydi Beltonda. Kutganimizdan ham a'lo darajada bo'ldi. Uyda o'zim ham o'qitishga harakat qilgandim, o'qitolmagandim, lekin 19 kunda уже harflarni tugatishi bemalol o'qishyapti. Judayam xursandmiz. Rahmat katta. Inshaalloh, Xudo xohlasa davom etkazmoqchimiz. 10 ball. Bolalarni qiziqtirib o'qitishar ekan, har tomonlama. Ham o'qishda alohida o'qitish bo'yicha alohida shug'ullanishar ekan, muzikalniy bo'yicha testlar berib, har tomonlama bolalarni qiziqtirib o'tishar ekanda. Bolalar qiziqishyapti o'sha narsaga. Ayniqsa meni qizim qiziqyapti. Uyda ham borganda shu darsni birinchi kelishi bilan dars qilishim kerak deb shoshib dars qiladi. Sizlarga ham katta shunaqa tashkillashtirganinglarga hammasi uchun